Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Biz farzandingizni kelajagini o'ylab, ularni vaqtlarini intizomli hamda unumli o'tkazishlari uchun maktab hududlari hamda kundalik hayotini yaxshilaydigan New Edu loyihasini yaratdik. New Edu'ning dialog funksiyasi farzandingiz telefoni bilan maktabning hududiga kirganida qurilmadagi Instagram, Telegram, PUBG va boshqa chalg'ituvchi ilovalar cheklanadi. Ilovamiz farzandingizning telefoniga o'rnatiladi. Farzandingiz dars qilayotgan paytda va boshqa mashg'ulotlar bilan shug'ullanayotgan paytda Instagram, Telegramlarga kira olmaydi. Agar kirishga urinsalar, ilova cheklangan, vaqtingizni ta'limga ajrating degan yozuv chiqadi. Bu orqali sizning farzandingiz darsga e'tiborini to'liq jamla oladi va eng asosiysi siz yoki maktab ma'muriyati bu ilovani o'chirib yuborish huquqiga ega. Tez kunlarda ushbu ilova ota-onalar uchun ham ishga tushadi. Bu orqali siz farzandingizni uyda, o'quv markazlarida telefondagi ilovalarni bloklashingiz mumkin.